Qolaversa mana shu bizni san'at yo'lida, bizni ovozlarimizni chiroyli qilib sizlarga yoqadigan qilib beradigan Oybek Malikov, Qodirjon ukam turibdi bu yerda. Mana shu so'raveradi ko'pchilik. Bular kim bular? Qanaqa studiya bular deydi. Faqat shu keyinlar sizlar ham ikki og'iz tila qilib qo'yasizlar keyin. Kelinglar. Mana shu ukalarimizga ham umuman hammasiga rahmat deymiz. Otasiga rahmat, o'tganlarini Alloh rahmat qilsin, qilayotgan ishlariga Alloh rivoj bersin. Ke. Mana shu Oybek studiya mana shu bo'ladi. Qodir studiya nargisi bo'ladi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Qadamingizga hasanatlar bo'lsin. Yuzli kirib yuring ustoz. Iloyim o'sha